Assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz va usta Ravshan kanali a'zolari. Olmay charchamasdan yuribsizlarmi? Mana ishimizni avjida chiqqanmiz hozir. Xudo xolasa ichkarida ikkita xonamiz qoldi. Buni urib chiqsak, nasib bo'lsa ko'chaga chiqamiz. Ustalar sizlar ishlayveringlar va boshqa ustalarni ham tushirib kelayotgan. Charchamaylar. Istagan mana g'isht terganlar tushiramiz hozir. Bolalarimiz ko'rdi. Yomanga deydi-yu. Ana terganatganimiz ham bittasizlar. Nasib bo'lsa. Yevro berganatga. Mana usta akamiz Namangandan ekanlar. Namanganlik obunachilarimiz like ko'paytiramiz azizlar. Mana Namanganlik usta akamiz g'isht teryaptilar Qozog'istonga. Chimkent shahrida. Ichkarilardan ko'rsatib o'tamiz mana. Juda ajoyib terilyapti. Kimda qanaqa taklif savollar bo'lsa azizlar, kommentariyaga qoldiring. Izohlaringizni javobga berishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizda yangi bo'lganlar obuna bo'lishni unutmang. Musofir yurtdagi aka-ukalarimizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Namanganlik og'alar, like ni ko'paytiramiz.